Hi good folks. Today we will learn Unit 2, Present Simple, I do. Quyidagi misolni o'rganing. Alex avtobus haydovchisi, hozir u o'z joyida uxlayapti. Demak, He is not driving a bus. u avtobus haydamayapti. Chunki u uxlayapti. Lekin He drives a bus. u avtobus haydaydi. Chunki u avtobus haydovchisi. Drive, drives. Work, works. Do, does. Present simple. Hozirgi oddiy zamonning yasalish shakli. I drive, work, do. Men haydayman, ishlayman, qilaman. He drives, works, does. U haydaydi, ishlaydi, qiladi. Present simple. Ish-harakat haqida umumiy gapirilganda qo'llaniladi. Bunda faqat hozir sodir bo'layotgan ish-harakat nazarda tutilmaydi. Bu zamon muntazam takrorlanib turadigan yoki doimo sodir bo'ladigan ish-harakatni, masalan, men muntazam yuguraman, hamda umumiy olganda to'g'ri, haqiqatga to'g'ri keladigan narsalarni ko'rsatish uchun qo'llaniladi. Masalan, shanbadan keyin yakshanba keladi. The earth goes round the sun. Yer quyosh atrofida aylanadi. Bu hammaga ma'lum. Bu yerning doimiy harakati. I usually wake up at 7 o'clock. Men odatda soat 7 da uyg'onaman. Odatdagi harakat. Nurses look after patients in hospitals. Kasalxonalarda bemorlarga hamshiralar qaraydi. Bu haqiqat. Fe'l He, she, it. bilan qo'llanilganda esni qo'shish esingizdan chiqmasin. I work. Men ishlayman. Lekin He works. U ishlaydi. They teach. Ular o'qitadi. lekin My sister teaches. Opam o'qitadi. so'roq va inkor gaplarni yasash uchun Do, does. yordamchi fe'llari qo'llaniladi. Do you work? Sen ishlaysanmi? Does she come? U keladimi? I don't work. Men ishlamayman. She doesn't come. U kelmaydi. Would you like a cup of tea? No, thanks. I don't like tea. Choy istaysizmi? Yo'q, rahmat. Men choyni yoqtirmayman. I am rich. I don't work. Men boyman. Men ishlamayman. What does this word mean? Bu so'z nimani anglatadi? Bu so'zning ma'nosi nima? Banana doesn't grow in cold climates. Banan sovuq iqlimda o'smaydi. Quyidagi misollarda Do. qilmoq fe'li asosiy fe'l vazifasida ham xizmat qiladi. What do you do? I work in a shop. Nima ish qilasiz? Men do'konda ishlayman. He's so lazy. He doesn't do anything to help me. U shunaqa dangasa. Menga yordam berish uchun hech narsa qilmaydi. Present simple. Hozirgi oddiy zamon ish-harakatning muntazam takrorlanishini ko'rsatish uchun qo'llaniladi. Peter goes to school every day at 8 a.m. Peter har kuni ertalab soat 8 da maktabga boradi. How often do you go to the dentist?
Tish shifokoriga qanchalik tez-tez borib turasan? And doesn't drink tea very often. Anna ko'p choy ichmaydi. In summer, John usually plays tennis once or twice a week. Yozda Jon odatda haftasiga 1-2 marta tennis o'ynaydi. Present simple. Hozirgi oddiy zamon faktlar so'zlovchi haqiqat deb hisoblagan narsa haqida gapirish yoki umumlashtirish uchun ham ishlatilishi mumkin. Babies drink milk. Chaqaloqlar sut ichadi. Bu fakt. Windows are made of glass. Derazalar shishadan qilinadi. Bu haqiqat. People like to live near the sea. Odamlar dengiz yaqinida yashashni yaxshi ko'radilar. So'zlovchi haqiqat deb biladigan fikr. Apologize. Promise. Suggest. Advise. Insist. Agree. Refuse. Va shu kabi ish harakatni bildirmaydigan fe'llar faqat Present simple. da qo'llaniladi. I promise I won't be late. Kechikmaslikka va'da beraman. What do you suggest I do? I suggest that you start a fitness program. Nima qilishimga maslahat berasiz? Sport bilan shug'ullanishni boshlashingizga maslahat beraman. Unit 2 o'z nihoyasiga yetdi. Endi Lexka.uz saytiga kirib, ushbu unitga tegishli test savollarini yechishingiz mumkin. Omad!